din azizlar nihoyatda ham yengil. Payg'ambarimiz alayhisalom o'zlari bir necha marotaba buni qaytarib aytganlar. Yassiru va la tu'assiru, bashiru va la tunaffiru degan gaplarni juda ham ko'p gapirganlar. Ey odamlar, yengillashtiringlar, qiyinlashtirmanglar, odamlarga bashorat beringlar, xursandchilik xabarini beringlar, nafratlantirib qo'ymanglar degan gapni juda ko'p aytganlar. Biz o'zimiz ba'zan qiyin qilib olamiz. O'zimiz bilmagan holda dinni yaxshi bilmasdan turib, kimdan fatvo so'rashni bilmasdan to'g'ri kelgan odamdan fatvo olib, ayniqsa hozir fatvo nima bo'lib ketdi hozir? Internet. Avval biz Google'dan olib topadi, internetdan topadi derdik, hozir undan ham yomoni chiqib ketdi u sun'iy intellekt. Shundan ko'ryapti hamma narsani. Yaqinda Misrda qariyb 50 davlatdan ulamolar ishtirokida juda katta anjuman bo'ldi. Juda ham katta anjuman bo'ldi. Butun dunyodan yirik olimlar, muftiylar, shayxlar, allomalar qatnashdi. Ularda qatorida kamina xodimingiz ham bordi. Va o'sha joyda menga so'z berilganda sun'iy intellektdan fatvo olmaslik haqida chiqish qildim. Sun'iy intellekt yaxshi narsa. Sun'iy intellektdan hamma narsada foydalanamiz. Hamma narsada foydalanyapmiz. Hatto haydovchisiz o'zi yuradigan avtoulovlardan tortib tayyoralargacha boshqariladigan narsa sun'iy intellekt. Endi uni yoshlar hammasi yaxshi biladi. Diniy ilmlarga ham foydasi bor albatta. Uning ichida qancha kerak narsalar boshqa, ammo undan fatvo olib bo'lmaydi. Chunki mana o'sha ChatGPT ishlatganlar bilasizlar, u siz yaratib bergan algoritm asosida ishlaydi. U siz xohlagan narsani qilib beradi-da. Masalan, nima savol bersam dinga taqab javob beraveradi, menga kerak bo'lmasa ham. Chunki u o'sha algoritmda olgan. Natija nima bo'lyapti? Fatvo berish odobi buzilyapti. Shariatda fatvo 100% berilish kerak. Chunki u fatvo beruvchi fatvo berayotganda makonni, zamonni, odamni hissiyotini hisobga olish kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam davrlarida bir odam kelib, "Ya Rasululloh, men ro'zador holatimda ayolimni, jufti halolimni o'pib qo'yibman" dedi.